Assalomu alaykum. Bu videoda Ariza 6 Pro 2023-yilgi versiyasi 3-pozitsiyasiga video registratorni qo'yaman. Komplektda ikkita kabel bor. Birinchi kabel USB orqali quvvat oladi, ikkinchi kabelda mashinaning o'zini datchiklariga ulanadi. O'rnash juda ham oson. O'rnatgandan keyin uni telefonga ulash mana shu qo'llanmada hammasi to'liq yozilgan. Ishi birinchi bo'lib turib, mana shu qopqonni chiqarib olishdan boshlanadi. Bu qopqonni chiqarib olgandan keyin ozgina kuch bilan yonga qarab tortilsa, mana shu plastmassa ham chiqib keladi bu yoqqa. Keyingi ish mana shu shtekerni o'zini mana shu datchikka ulangan joyda shtekerni chiqarib, o'shani o'rniga qo'yish. O'zida turgan shtekeri o'sha komplektdagi simni orqa tomoniga tiqiladi. Asosiysi sindirmasdan chiqarish. Teskari ulab qo'yishdan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Chunki u boshqachasiga tushmaydi. O'zini tili bor, o'sha tili bilan faqat kiradi. Hamma shteklarni joyiga tiqqandan keyin video registrator o'zini mana shu shnuri bor, ana o'sha shnur video registrator o'ziga ulanadi. Hamma simlarni ulab bo'lgandan keyin hech narsa xalaqit qilmayotganiga ishonch komil bo'lgandan keyin registratorni sekin joyiga qo'ysa bo'ladi. Bu joyiga juda oson tushish kerak, majburlab tiqish kerak emas. Xuddi zavoddan chiqqanga o'xshab turibdi. Endi zavoddan shunaqa chiqish kerak bo'lgan, men tushunishim bo'yicha. Mana qopqog'ini keyin joyiga ham tiqib qo'ysa bo'ladi. Telefonga registrator Wi-Fi orqali ulanadi. Keyin flashka ham qo'yish kerak. Flashka qo'yish yon tomonida.